Koltuk pıraydıgan ayollarni qizim biz. Qo'ngini sürtmay tayrat qiladigan indiyalarga o'xshatimiz. Chichib qo'ngidagi pokni ash chaplab qo'ydigan. Burunqi vaqtlar ketdi, qo'ltiqidan ta'pursa, ta'lab ketibdi, ishlabdi deydigan. Hozir ma zaman taraqqiy qildi balam. Oilda o'tiribmi qo'ltiq pirash, qo'ltiq tanlashni yo'qotqili bo'ldi. Agar kunlikda sizning qo'ltiqingiz yana mushundal puraydigan bo'lsa, texmi taraqqiy qilib, ertaga eringiz yiningizga kirib bir kun yatmaydi. Anadagi barcha xatolikni siz ash bichara erlarni qo'yib nima deysiz desa, ko'chiq qarab ketdi, onday qilsa bunday. Ayol kishimi ozroq o'zimizga ko'ngil bilmasak, o'zimizni so'ymasak, erlarning hammasi ko'chiq qarab ketadi. Uning gunohining hammasi a'lada olmaydi. Ayol kishining o'zini suyish oldu. Har qanday jafokash ayol kishimi o'zini suyishni bilish kerak. Unda hozir men oiladan ma'qullikni yutib qo'yay. Ko'rdinglarmi do'stlar? Abay qizim ishkimiz bozorga chiqib olsak, kiyim olgan do'konda bir ayol bir kiyimni sinadi. Shu kiyimni og'im bo'lsin olmadim. Qo'ltiq degandan yana ichib ketibdi do'stlar. Mushunda qilib bo'g'ish tapirib, o'zinglarga purmamda. Ayol kishilar shunga diqqat qilinglarki, at deganda o'rninglardan qopgan vaqtinglarda qo'ltiqlarni bir purab beqinglar. Yoki men kiyimlarni bak purab beqinglar. Agar qo'ltiqlar purab qolgan bo'lsa, ayol kishi siz eng bo'lumsiz ayol kishi. Oilada qanaqa qilamiz deganchada xonim qizlar, kavavichidan 2 qo'shiq, limondan 3 parcha, zanjibildan 4 parcha. Mana mushuni silib qaynatib, kunda atgan kechda mush qo'ltiqingizni ravru solatni yuvib bering. Qanday yo'qolib ketgandan keyin o'zingiz aqlingiz hayron qoldi. Hargiz qo'ltiq purab qolgan kiyimingizni kiymay, oyda yuvib qaynoq suvda quying. Juyting. Hatta men kichik qizlaringlarningki diqqat qilinglar. Hozir men qizim mashta deydi, hozir mening qizim gavjonni o'qiydi. Apa sinfdagi nurg'un qizlarning tabiat qo'ltiq shunchalik puraydi. Hatta bunda anda qilmanglar, ayol kishiga nomus qo'ltiq purash. Agar bir qo'ltiqlar purab qanday qilishimni bilmayman, iltiz ishlaydim, men dehqon hayotim, iqtisodim yer vermaydi degan do'stlarimiz inkaslarning birini yo'llagan, qo'yinjoq qilgan. Men qo'ltiq bayson satmayman, ammo men har qitim sizlarga sovg'a qilib berayotgan, ayollar masat olsanglar sovg'a qilib berayotgan chatninki 98 yillik qo'ltiq miyimdan men bir 100 do'stimga haqsiz sovg'a qilib beray. Men satmayman, 100 do'stimga haqsiz sovg'a qilib beray. Ammo buni ayollar masat setib olgan do'stlarimizga men haqsiz sovg'a qilib berayotgan isinglarga 98 qo'ydan setilgan chatninki. Bara yo'q deydi do. Bara terlashni bir aqlam tigidan qildi. Bir ishning ikkisi olsalar biz erlarga barcha gunohni atib qo'yamiz. Ko'cha qaradim, sog'mog'i kirdim, yana bizim sipaqi qo'zib, uni qo'zim. Amaliyotda o'zimiz qanchalik huzur beramiz. Maklar xotinda bir bag'riga bosgan vaqtda miyadan chiqayotgan puraq erlarning dimiga kirgizsa, ajma ularning ko'ngli ilishmamda. Erlar albatta siliq, mezlik puraydigan odamga texmi amroq bo'ldi. Ayol kishi amaliyotda talog'i chiqqan vaqtimizda girimni 4 soat qilmaymiz. Oilamni, uyimni saqlab qolaman degan ayollar ma shaxsiy tozliqimizni, oilamizni guldak tutamiz. Shu vaqtda har qanday ishda ma erni ko'cha qarmaydi. To'g'rimi yo xatomi? Shu vaqtga qo'ltiq purayotgan bo'lsa, meni qo'shgan men haqsiz sovg'a qilib beray sizga.